Assalomualaikum, kanalimizga obunachilari. Mana albatta ishlarimiz sog'liqqa ketdi. To'g'ri baho berasiz hammasi. Voy, birinchi zina ustalarimiz zinani ideal holatda qilib bitirib berishgan. U semen qo'yishga egasi eringan shekilli yasab berishibdi 15 profildan. Buni beti yerdan betgacha 90 cm, panjara alyumindan bo'lgan 2 grammga, ustunlari 10 profil alyuminlar ham narxini kommentariyada yozib qoldiraman, kirib ko'rib olishingiz mumkin. Bu va yangilik. Tagilarga mana bunaqa bizni yuradigan qilib qo'yishibdi ustalarimiz. Yuraveradi bu. Yurib baho berasizlar. Va qo'llariga konteyner poldan qo'yishgan, silliqini qilishib, xotirishib dalni olib kiritib qo'yishgan. Va ikkinchisini panjaramiz ham 2 profildan bo'lgan uyni ichiga bu. Ko'rib baho berasizlar. Alyumindan 2 grammga, tagilarga mana bunaqa alyumin oq kraska sepilib pillalardan berilib dalni olib kiritib qo'yiladi. Laklarni bu eshikchamiz shogirdimiz yasagan. 1 metr 10 profildan bo'lgan 1800. Bu eshikchamiz sotiladi. Eshik hatto 180 yasasan degan 1 metr yasab qo'ygan. Bu eshikchamiz sotiladi. Bunga kerak bo'lsa aloqaga yetib borasizlar. Yalni holatda eshikchamiz ham tartib tozalab olsa bo'ldi. Va shunisi holatdagi panjaramiz. Balkonga, ko'chaga har yoqqa saraning bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, siz ham aloqaga yetib borasizlar.